Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərini görüşünüzdən qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibidəki ən mühim xəbərlərini huzurunuzda sunumuz. Qənəmsiz diqqətinizlər ekranımızda olsun. Uyğurlar və Tibetlər Şveysariyada Xitayning bostirişiga uchramoqda. Uyğurlar və Tibetlərning Şveysariyada Xitayning bostirişiga uchraganligi haqida dokument e'lon qilindi. Şveysariya hökuməti dokument e'lon qilib, Uyğurlar və Tibetlərning Şveysariyada Xitayning dövlət halqıgan bostirişiga uchraganligini oshkorladi. Şveysariya hökuməti 12 fevral e'lon qilgan bir dokumentida Xitoy Şveysariyada panohlanayotgan Uyğurlar və Tibetlərni josusluq qilishga kuch kiritish va besim ishiltish harakati qo'zg'agan bo'lishi mumkin deb xulosa qilingan. Dokumentda Tibetlər bilan Uyğurlarning dövlət halqıgan bostirishga uchrayotganligi bayon qilingan bo'lib, Xitoy Tibetlər və Uyğurlarni Şveysariyadagi vatandaşlarını ko'zitishga kuch kiritishdan boshqa siyosiy faoliyatchilarning sistemalik holda ko'zatilayotganligini, suratga sinig'i ilinayotganligini ko'rsatadigan alomatlar bor deyilgan. Xitoyning dövlət halqıgan bostirish harakatida tor hujumi va kishilarning o'zaro aloqa yo'llarini ko'zatayotganligini ko'rsatadigan alomatlar bor bo'lib, bu nazorat siyosiy jihatdan Tibet va Uyg'ur jamoatlarini qo'llaydigan Shveysariya fuqarolarini nishon qilishi mumkin ekan. Shveysariya hukumatining tekshirish natijalari Adliya va muhojirlar idorasining tavsiyasi bilan Bazil universitetining bir tadqiqotiga asoslangan. Dokumentda dövlət halqıgan bostirishning ta'siri terrorlik harakatidek oson bayqalmasimi, uzun muddatlik nuqtadan elib aytganda Xitoyning bu harakati Shveysariyaning egilik huquqiga xeyli zo'r tahdid paydo qiladi deb ko'rsatilgan. Dokument yana raqamlik texnikaning taraqqiy qilishi va mustabid davlatlar orasidagi hamkorlikning kuchayishi sababli bu hodisaning cho'qim ko'paydiganligi tilga ilingan. Dokumentda Xitoyning asosli ko'zitish nishonlarining biri Shveysariyadagi Uyg'urlar va Tibetlarning siyosiy faoliyatlarga qatnashishining oldini olish ekanligi, bo'libmi Xitoyning bu jihatda tor hujumi vositasidan foydalanganligi bayon qilingan. Dokumentda ko'rsatilishicha, Xitoy istixborot organlari chet ellardagi Tibet tashkilotlarining namoyish faoliyatlarini ko'zatgan. Xitoyning josuslari diplomatlik niqobi yoki muxbir sayohatchi, o'quvchi qiyofatida harakat qiladi ekan. Bu jarayonda kishilarda uzun muddat ko'zlayotgan hissiyot paydo bo'lib, har xil shakldagi parokandachilikka uchraydi ekan. Bu xil ahvol qo'rqinch paydo qilib, kishilarning asosiy huquqlaridan bahramand bo'lishini cheklaydi ekan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Go Jakun 13 fevral o'tkazilgan axborot yig'inida Shveysariyaning Uyg'urlar va Tibetlar to'g'risidagi dokumentiga norozilik bildirdi va burunqidaklar jinoyatlardan tenib, Tibet va Uyg'ur masalasi butunlay Xitoyning ichki ishi bo'lib, har qanday tashqi kuchning aralashishiga yo'l qo'yilmaydi deb bildirdi. Amerika qo'mondoni Xitoy Avstraliya ziddiyati kuchaygan paytda Avstraliyani ziyorat qilmoqchi. Amerikaning dengiz armiya generali xatarlik harbiy mashg'ulot sababli Xitoy Avstraliya munosabati keskinlashgan bir mezgilda Avstraliyani ziyorat qilishni planladi. Avstraliya ABC xabar to'rining 14 fevral xabar qilishicha, Xitoy bilan bo'lgan umumiy to'qinishga tayyorlik ko'rishni nazorat qiladigan Amerika dengiz armiya generali Samuel Paparo kelar hafta Avstraliyaga boradigan bo'lib, bu ziyorat Janubiy dengizda Xitoy harbiy aeroplanining xatarlik mashg'uloti sababli keskinlik kuchaygan mezgiliga to'g'ri kelgan. Avstraliya hukumati Xitoy urush aeroplanining Avstraliya chorlug'ichi aeroplaniga qarata xatarlik mashg'ulot qilganligini ayblagandan keyin Xitoy qilmishini burunqidakli inkor qilib, Avstraliya tarafining Xitoyning egilik huquqiga daxli-taruz qilganligini da'vo qilgan. Navbatda Amerika ikki tarafning harbiy harakatlari kuchaygan orqa ko'rinishda Hind-Tinch okean rayoniga qayta diqqat qilishga boshlagan. Yaponiya Xitoyga solgan mablag' 60% azaygan. Yaponiyaning Xitoyga solgan mablag'i 10 yil ichida 60% tuvanlagan bo'lib, Yaponiya shirkatlari savdo strategiyasini qayta ko'zdan kechirmoqda ekan. Janubiy Xitoy Sahar pochta gazetining 14 fevral xabar qilishicha, Yaponiyaning Xitoyga solgan mablag'i o'tgan 10 yil ichida 60% azaygan bo'lib, buning sababi asosligi Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi ziddiyatning kuchayishi va Xitoy shirkatlari raqobatining kuchayishidan ekan. 2024-yilga kelganda Yaponiyaning solgan mablag'i 32 milliard Amerika dollariga yetgan.
Bu oldingi yili bilan asosan o'xshash bo'lsa-mu, 10 yil burunqiga qaraganda ko'rinarli tuvalligan. Xitoy iqtisodining ostilishi va nazorat qiyinchiliklarini paydo qilishi chet el mablag'ining kirishini cheklagan bo'lsa-mu, yaqinda Xitoyning ilhomlantirish siyosati Yapon shirkatlarining umidini oshirgan. Şoň şirketler 2025-yilgacha Xitoyga davomli mablag' selish yoki ko'paytirish planini tuzgan. Ma'lum bo'lishicha, Yaponiya navbatda Amerikaga mablag' selishni oldingi o'ringa qo'ygan bo'lib, o'tgan 10 yil ichida Amerikaga salgan mablag'i 2 hassadan ko'proq oshgan. Yevropa Ukraina suhbatining sirtida qolishdan andisha qilmoqda. Shimoliy Atlantik Akti tashkiloti navbatda ittifoqdoshlikni ta'kidlayotgan bo'lsa-mu, biroq Yevropa Ukraina suhbatida sirtda qoldirilishdan andisha qilmoqda ekan. New York vaqt gazetining 14 fevral xabar qilishicha, Bryusselda o'tkazilgan mudofaa ministrlari yig'inida Yevropa rahbarlari Amerikaning Yevropa davlatlarini kirgizmay, Rossiya bilan hamkorlashib, urushni oxirlashtirish mumkinchiligidan andisha qilayotgan bo'lsa-mu, Ukrainani qo'llash pozitsiyasida o'rtaq irodasini ifodalagan. Yevropa amaldorlari tinchlik suhbatida Ukrainani o'z ichiga olishning muhimligini, Ukrainaning ojiz o'rinda qolmasligini kafolatga ega qilish uchun zarur vaqt sarf qilish kerakligini ta'kidlagan. Ammo NATO ittifoqdoshlari orasidagi andisha kuchaygan bo'lib, Trump hukumatining boshqacha usulni oldingi o'ringa qo'yish ehtimolligidan andisha qilmoqda ekan. Yaqinda Trump bilan Putinning telefon suhbatida Ukraina yoki uning prezidentining tilga elinmaganligi buning dalili ekan. Yevropa komiteti raisi Antonio Costa ishonchli suhbat uchun Ukraina va Yevropa ittifoqining qatnashishi kerakligini ta'kidlab, tinchlik uchun faqat urush to'xtatishla emas, yana Rossiyaning uzun muddatli tahdidini hal qilish kerakligini ta'kidlagan. Balochiston'dagi portlashda hayotidan ayrilgan ishchilar 11 ga yetgan. Balochistonning Hernaidagi portlashda yana 2 yordar hayotidan ayrilgan bo'lib, qazo qilgan ishchilarning soni 11 ga yetgan. Ovoz gazetining 14 fevral xabar qilishicha, Balochistonning Hernai nahiyasining Shahrag rayonidagi portlashda 11 ishchi hayotidan ayrilgan va nurg'un konchilar yaralangan. Saqchilarning aytishicha, Hernai nahiyasining Shahrag rayonida ko'mirkonida ishlaydigan ishchilarning mashinasining yanida portlash yuz bergan bo'lib, portlashda yaralangan nurg'un kishilarning ahvoli og'ir bo'lib, qonun ijro qiluvchi organ xodimlari voqea yuz bergan joyga yetib kelib, portlash yuz bergan joyni kontrol qilib, dalil isbot to'plashni boshlagan. Hernai nahiyasining muavin hokimining bildirishicha, Shahrag rayonidagi portlashda 9 ishchi hayotidan ayrilgan va 8 kishi yaralangan bo'lib, yordamlar darhol yaqin atrofdagi doktorxonaga yo'tkalgan. Keyin yana 2 ishchi yarasining og'irligi sababli jon uzgan. Balochiston hukumatining bayonotchisi portlashda yaralanganlarning Shahrag doktorxonasida davolanayotganligini, portlashni tekshirish buyrug'i tushirilganligini, dastlabki tekshirishga asoslanganda yo'l bo'yiga portlovchi modda o'rinlashtirilganligini bildirgan. Hozirgacha hech qanday bir tashkilot voqeaga ega bo'ladiganligini e'lon qilmagan. Parijda Suriya masalasi yig'ini o'tkazildi. Fransiyaning poytaxti Parijda xalqaro Suriya masalasi yig'ini chaqirildi. Yig'inda bir yerga jam bo'lgan xalqaro taraqqiyot tashkilotlari Suriyani qayta qurishga yordam berish uchun birlikda ishlash niyatlarini bildirdi. Fransiya Tashqi ishlar ministrligi tomonidan e'lon qilingan bayonotga asoslanganda, Parijda chaqirilgan xalqaro Suriya yig'inida Suriyaning insoniy yordam jihatida duch kelgan qiyinchiliklari va Suriyani qayta qurish tirishchanliklari muhokama qilingan. Fransiyaning tashabbusi bilan o'tkazilgan yig'inga Fransiya Frankofoniya va xalqaro hamkorlik ishlariga mas'ul davlat ministri Tani Muhammad Soilhi, Suriya tashqi ishlar ministri Asad Hasan Shaybani, Xalqaro pul fondi tashkiloti, Dunyo bankisi, Birlashgan Davlatlar tashkiloti, Dunyo oziq-tulik programmasi vakillari, shundaqla har xil xalqaro tashkilotlarning taraqqiyot ishlariga mas'ul vakillari qatnashgan. Yig'in ishtirokchilari insoniy yordamlarning to'salg'usiz holda Suriyaning barliq joylariga yetkazilishini kafolatga ega qilish to'g'risida birlikda ishlash istaklarini bildirgan. Qatnashuvchilar energiya, qatnash, ma'rif qatorliq har xil sohalarning Suriyaga qaratilgan jazo tadbirlarining bekor qilinishini amalga oshirib, davlatni qayta qurishga yordam berish orzusini bildirgan.
Hürmetli görürmenlerimiz, şuna qilib bugungi xabarlarimiz mushu yerda oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishguncha aman bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.